Ozroq pul kiraydi, yordam qilib tura olasizmi? Yo'q, nimaga kerak sizga pul? Zarurlikda. Nimaga zarur? Bilaman sizga nimaga zarurligini. Nimaga zarur? Men bu yerda mana bunaqa kiyim olib ishlasangiz bo'lmaydimi? Qizlardan oson pul olib, alfonslik qilib yurasiz. Sizdagilar ham ko'payib ketdi, mashinniklar. Yo'q pulim, boring yo'lingizdan qolmang. Siz noto'g'ri tushunasiz, menga boshqa narsaga kerak edi. Noto'g'ri tushunaman. Qanaqa narsaga kerak bo'ladi? Bilaman, sizni hozir pul beraman. Siz anti yurasiz, ili ichasiz borib. Ishlasangiz bo'lmaydi. Yo'q, ichishga so'ramayapman, boshqa narsa majburlikdan so'rayapman. Sal zarur bo'lib qolgan uchun. Qo'ysizchi, chiqib ishlasangiz bo'ladi. Oyoq qo'lingiz butun bo'lsa. Bugun keldim-da Toshkentga. Pulim yo'q, tushunasizmi? Pulim yo'q. Sizdagilarga beradigan pulim yo'q meni. Ko'payib ketdi sizdagi mashinniklar. Antan bittasi pulini uyini sotib yubordan etdi. Bitta odam uysi qolib ketdi. Bo'ldi, keting, yo'lingizdan qolmang. Odamdan yaxshilik qoladi deb so'rayotganini qarang, ozroq pul zarur bo'lib turibdi, juda. Men bugun keldim Toshkentga, shuni ozroq yordam qilib turasizmi deb turdim pul. Aldoqchiligingizda To'xtab eshitdi o'rtoq. nimani eshitasan? Qaragan aldashini. Eshitdi. Qanday aldayman? Birinchi marta ko'rib tursiz-ku meni. Rostdan nimaga kerak edi? Doriga kerak edi. Qancha? 200 ming kerak doriga, oshnamni dorisiga. Rostdan kerakmi? Rostdan kerak. O'rtoq aldavotdi bu, tushunasizmi? Bunaqa ham ko'payib ketdi. Undan ko'ra ishlang borib, вообще. O'rtoq jinromas. Qarang, o'zingiz pul bermoqchimisan? odamdan yaxshilik qoladi-da. Men o'zim Qanaqa yaxshilik? o'zimga so'ramayapman, men oshnam uchun so'rayapman. Bilaman qanaqa oshnangiz uchunligini, borib ichasiz o'sha oshnangiz bilan. Yo'q, oshnam bilan ichmaymiz bizlar. O'rtoq jinromasmisan? Pul bermoqchimisan Mayli, qo'l hozir rostdan bunga? berdilar-ku. Nima rostdan deydilar? 200 ming so'radi, 300 ming berdim. Roziman. Rozimisiz? Nimaga pul Oshna- beribdi? Mana bularga o'xshab shunaqa oson pul toping. Yaxshilik yo'lda beryapman. Men oshnam dariga deb olyapman. Men unday narsadan olmayapman. Noto'g'ri Yaxshi tushunasiz. bo'ldi, pulingizni oldingizmi? Ha. Bo'ldi, keting. Xo'p. Otangiz kim edi? Mohira. Mohira, qo'lingizni Men sizga ko'tar. frankingiz uchun pul berganim yo'q. Nima uchun berdingiz? Просто yaxshilik uchun berdim. Bu dugonangizga yaxshilik qilsa. Mana shunaqalar ko'payib ketgani Instagramda ham chiqyapti-yu. Xafa emasmisizlar? Shunday qo'lingizdan ko'tar. Xafa emasmiz. Ha, pulga rozi bo'linglar faqat. Qo'yingizni ortib qo'ymang. Yo'q.